Xullas biz YouTube'da hozircha yangimiz, shuning uchun kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Shu videoga like ham bosib qo'ying. Mana bu yerda katta bitta blokni o'rol sifatida qo'yib qo'ygan. Mana TNT, Nargisi, Lucky Block, yana bir nimalar. Xullas men hozir oddiy yer blokdaman va men shundan barchasiga borishga harakat qilaman. Nega tushaylikchi? Xo'sh, bu yerda daraxtlar bor ekan, albatta olamiz. Xo'sh. Endi esa bularni o'sishini kutish kerak, tepaga ekib qo'yib. Xo'sh, bu yerga ekamiz. Bulardan ham mayli, faqat bir xil qilib ekaveray. Xo'sh, endi esa bu daraxtlarning o'sishini kutamiz. Mana bular kech ham tushib qoldi. Men bu oradagi mollarni, shu yerdagi mollarni o'ldirib chiqdim. Nargi bloklarda skelet, zombilar bor, lekin bu blokka kela olishmaydi. Xullas shunday ekan, bekor turguncha bekor ishlaydi. Yer chopishga qaror qildim. Daraxtlar o'sguncha yer chopamiz va nargi bloklarga yo'l qurishga harakat qilamiz. Endi 25 ta yer bo'ldi. Qaysi blokka borsam ekan? TNT'da zombilar yo'q o'xshab ko'rinadi. O'sha yerga boraman. Ana bloklarimiz yetib ham qoldi. Endi nima qilaman? Qo'ziqorin bor ekan bu yerda, eng asosiylardan biri. Tushmayapti-ku. Qo'ziqorin bolta bilan chopsa tushardi. Shuncha qilganim bir tiyinmi shu endi shu bilan. Xo'sh. Demak, bu yerga kelish befoyda bo'lgan ekan. TNT. Endi yana yer chopib boshqa bloklarga borib ko'ramiz. Xo'sh. Blok turmaskan-ku. Loyni o'zida bor ekanmiz. Naryoqda skelet bor. Naryoqda ham bor. Xo'sh. Naryoqda zombilar tiqillab yotibdi. Shunga boraverib kamroq ko'rinyapti. Deyarli yetib keldik. Xo'sh. Sal pastroqda ekan. Taxta обязательно kerak bo'ladi. Nomard. O'lib ketdim. Shuncha qilganim yo'q bo'ldi. Endi yana boraman. Shu skeletni yo'q qilmasammi? 3 2 1 chop. Dik. O'rgimchakka navbat. Mana o'rgimchakni yo'ydik. Bu yerda sandiq yo'q ekan. Xo'sh do'stlar, bu tomonda unchalik sandiq topolmadim, lekin hozircha ovqat muammosini hal qildim shekilli.
Xo'sh, bularni olamiz. Sıradan çıksak. O ana sandığı ham topildi. Tuxum. Qo'y tuxumi chiqdi. Qo'yil yomon emas hozircha. Xo'sh, endi tepaga nima bilan chiqaman? Xo'sh, o'la daraxtdan yo'q. Xo'sh, nima bilan chiqsam ekan? Loy chopaman. Do'stlar, birinchi video qiziqroq chiqishi uchun xo'sh. Keyingisi qayer bo'ladi? Naryoq daraxtlar ham hali o'smabdi-ey. Redstone liga boramiz. Creeperni yo'yamiz. Xo'sh. Loy tugab qoldi. Hech qisi yo'q. Любой blokdan ko'prik qurib ketaveramiz. Hay, nomard. Shuncha narsama. Endi shuncha qilganim rasvo bo'ldi-ku. Shuncha narsani zo'rg'a topuvdim-ku. Shu yaramas blokimda kulga aylandi. Shu yo'q narsa ekan. Voy nomard. Shuncha qilgan edim-ku. Hali hech qisi yo'q, endi taslim bo'lmaymiz. Daqqansa boramiz. Shu blokimda shuncha topgan narsalarim kul bo'ldi. Geber, yana yetmedi. Sakrayma. Ke, yo'yaman. Ozgina o'xshamay qoldim hali. Zato toshli bo'ldim. Xo'sh, bu tosh orolda ekan. Buning uchun kirka bilan kelish kerak. Xo'sh. Kirka uchun taxta kerak. Taxtani biz aynidan topamiz. Yetib qolar. Versak yasaymiz. Kirkani o'zini yasasak bo'ldi. Hozircha yetadi shu. Bolta ham kerak bo'ladi. Xo'sh, bo'lmasa ketik. Faqat tosh chopamiz. 4 ta tosh bo'ldi. Yana ozgina chopsam naryoqqa suraman. Oltinlar bor ekan. To'xtachi, buni past bormikan? Bir tushib ko'raman. Bu bor ekan. Topildi. Xo'sh, bu yerda nima bor? Obsidian. Bunda bu qilich. Yomon narsa emas. Rog'lar unchalik kerak emas, lekin asosiysi qilich chiqdi. Redstone. Xo'sh, qaytib tepaga suraman. Hayrat, lavani tepasidan qazmaman-ay. Ozgina adashganimda ketardim.
Yana ozgina tosh chopaman, yetib qolar. Naryoqdan endi oltin topish kerak. 5, 4, 3, 2, 1. Yana yetmedi. Yana bir dona blok. Bitta kelishapman doim. Xo'sh, oltinni ololmasak ham toshni olamiz beydan. Kerakmas. Nelardan chopsam to'g'ri joyga tusharmidi? Lavani üstüge tushsam. Yo'q. Çay. O bitta daraxtdan o'sibdi. Ne bo'lsa bo'ldi. Narsalarni olamiz, qoch. 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 Qilich. Qoch. Qilichni tez. 3, 2, 1 yo'ydik. Nega kirib berganima bo'ldi? Xo'sh. Nima chiqadi? Ko'mir. Olmos. Yana chiroq. Chiroqlar nima qilaman shunchasini? Kerak daraxt kerakmas hozirchaga. Xo'sh, menimcha oladigan narsa qolmadi. Olish uchun endi ololmayman. Xo'sh, mayda. Bitta olmos topimiz yaxshiroq narsa. Xo'sh, endi qayoqqa? To'g'ridagi borayim, nima bo'lsa bo'ldi. Shundoq. Na kirkani yaxshirog'ini yasab oldim. Bu kirka kerak bo'lmaydi. Tun tushdi bu. Tun tushyapti. Keyingi narsa joy. Boshqa. Xo'sh. 4 ta bundan. Bitta bundan buni ishlatib boramiz, bo'ldi, yetib qoladi. Endi bo'lsa suramiz beydan. Mana do'stlar, gigant xatolardan keyin men shunday bir narsani tushunib yetdimki, men har bitta blokka undaqa qilib borib ichidagi narsalarni olishim shart emas ekan. Shunchaki yer chopib, faqat hamma blokka borib chiqsam bo'ldi endi. Bu har bittasiga borib narsasini olaman desam bir 50 marta o'lib ketaman shekilli. Xo'sh, belkurak yasab olamiz. Faqat loy chopaman va boraman takamizda hammasiga. Hozirgina meni shuncha yiqqan narsalarim 1 sekundda yo'q bo'lib ketdi. Alam qildi to'g'risi. Yana yasayman. Xo'sh, buni sindirib olamiz, kerak bo'ladi.
Ve fakat loy çöpemiz ve süremiz başka bloklarga. Mana bolalar shuncha blok yetib qolsa kerak. Endi tepaga chiqamiz va boshqa bloklarga birin-ketin yo'l olamiz. O'ylaymanki shuncha blok yetib qoladi. Ketamiz. Xo'sh. Bunga bormadim. Mayli. To'g'ri zombi riskiga boraman. Xo'sh, mana men oxirida shu o'rtadagi daraxtga borishga qaror qildim. Hozir Lucky Blockga boramiz endi. Mana do'stlar, Lucky Blockga yetib keldik. Bu yerda bitta creeper portlab ketgandi. Shunga solishni qaroq. Xo'sh, keyingi manzilimiz bir marta aylanami yo nariyoqqa ketami? Mayli, meniki keyingi blokimiz nima bu? Ha, boraveramiz. Obsidian ekan. Mana bu blokam yetib keldik. Shunaqasidan aylanib, keyin narigi tomondan belarkan qaydan so'ng binoz kelyapti ekan. Xo'sh, bu blokam yetib keldik. Endi bunaqasidan borib yana aylanib, keyin narigi tomonga o'tamiz. Nether blok ekan. Xo'sh, endi menga o'taman. Keyin skeletga o'tish kerak. Creeper bor ekan. Skelet, o'rgimchak. Oho, bo'ldi. Lekin baribir boramiz. Xo'sh, mana to'ldirib qo'yaman. Endi narginga o'taymi? Yo'q, o'tib bo'lganman-ku. Yo'q, yana portalcha qilib qo'yaveraman. Yana ko'prikcha qilib qo'yaveraman. Boraveraman. Blokim yetarmikan? Xo'sh. Hali boraverachi. Aile yog'ochdan foydalanaveramiz endi. Xo'sh, blokim yetmadi. Shuning uchun yerli blokka borib, yana blok chopaman. Bedel ancha loy bor. Yetadi. Mana bolalar, tong otguncha yer bloklardan chopdim. Xo'sh, endi shunaqasiga aylanayotgandim. Demak, men unga borib, TNTga borib, endi narigi tomondan aylantirmanki. Ko'ringlar, bittada yo'ydim. Xo'sh, shundoq anunga borsam, keyin mana bir marta aylanib chiqish qoladimi? Ha, shunaqa bitta. Demak, mana shu tomondagi oxirgi blok bo'ladi.
Xo'sh, mana o'rgimchaklarni ham yo'q qildik. Shundoq men unga o'taman. Keyin bunaqasiga bir marta aylanib kelsam, bu kartadagi missiyamiz tugaydi. Xullas bolalar, men pastga tushmayman degan edim, lekin meni ochiq ekan. Nima bo'lsa bo'ldi, bir turish tushib ko'rishga qaror qildim. Endi blok yetishmovchiligidan hech qachon xavotir olmaymiz. Nimaga bizda temir kirka bor. Oddiy emas temir. Shundoq ham blok anchagina bor edi-yu. Mana do'stlar, endi men bunaqasidan boraman. Keyin oxirida aylanib, keyin bunaqasidan kelaman. Keyin anidagi o'rtadagi bitta daraxt turganda o'shanga boraman. Xullas ketdik. Nomard, nimaga meni oldimda portlaysan, maraz. Xo'sh, endi to'kilib ketmagan bo'lsin narsalarimiz borib olish kerak. Tez borib tez olaman, hayrat hamma narsa to'kilmabdi. Hech bo'lmasa loy bilan kirka qolgandir tepada. Tez borib hozir o'qilasam-mi? Bir marazi ham meni oldimda portlash shart. Hayrat, hamma narsam turibdi shekilli. Kirka turibdi, lekin loy yo'q ekan. Endi nariyoqdan tosh qazish kerak. Mayli, nima deymiz, qaziymiz. Shuncha qilganimizni kirib bir. Xo'sh, men tosh qazishni boshladim bo'lmasa. Xo'sh bolalar, shuncha blok yetib qolsa kerak, har holda o'zimiz to'pladim, bu da yetmay qolsa nariyoqdan yana qazib olaveraman. O'rtadagi nimaga chuqur bo'lib qoldi ekan, hozir aniqlaymiz. Xo'sh bolalar, bu yerga endi men qanaqa qilib tushaman, o'lib ketmasmikinman degan savol bor. Nima bo'lsa bo'ldi deb sakrayman. Ana o'lmadim zaten. Xo'sh, bu qanaqa blok biladiganlar bormi? Biza kommentariyaga yozib qoldiring. Men bo'lsa kelgan joyimdan davom etiraman ketishni. Ketdim endi nariyoqqa qarab. Ozgina gaydashibman. Mayli, hech nima qilmaydi. Mana blok turarmikin? Buni o'g'masam bloklarim shekilli. Bu tosh blok ham bor ekan deganlar kirib. Mana bolalar, shunchalik katta xatolardan keyin men yana loy chopib hamma bloklarni yana aylanib chiqmoqchiman. Buning uchun hozir yana belkuraga solamiz. Xo'sh. Aytgancha mana shu meni skinim bo'ladi. Kommentariyada birdan o'ngacha baholab ketamiz.
Men bo'lsa belkurak yasashni boshladim. Menida persagimiz qolib ketgan. Bo'ldi, menimcha shunchasi yetib, ortib ham qoladi deb o'ylayapman. Xo'sh, endi menimcha chetga qazigani yaxshi, chunki pastga anchani chuqur joyga yaqinlashib qoldik. Do'stlar, shuncha blok yig'dim, o'ylashimcha yetib qoladi. Yetmasdan ham ko'rsinchi deydi-ku. Abodo yetmay qolsa yana qaytib kelaman va yana blok qaziyman, nima ham qilardim. Do'stlar, men shu video birinchi video bo'lgani sababli ovoz berishda va shu kabi narsalarda xatoliklar bo'lgan bo'lsa iltimos kechiringlar. U kommentariyada yana yomonlab yozmanglar iltimos. Xo'sh, nari yo'q qaziyotgandim shekilli, mana meni to'mdi. Aytgancha bolalar, sizlardan yana bitta iltimos bor, kommentariyaga negativ yozmanglar. Bu blogda boshqa bloger video olgan deb. Men bu blogda video olishni u bloger video qo'ygan kundan 2 kun oldin boshlaganman. Bu ham olayotganini bilmagandim. Shuning uchun o'g'irlabdi, chopdi, chopar degan videolar kerak emas. Sanoqli daqiqalar va men oxirgi blokka yetib keldim demoqchi edim. Yana bitta blok qolib ketibdi mening tomonda. Mayli, bunga ham boraman. Shu oxirgi blok bo'ladi. Ashadagi hammasini yo'yaman. Ikkita zombi, bitta creeper bor ekan xolos. Hech nima qilmaydi. Okay. Vay, nomard. Manam ketdim. Mayli bolalar, hech chiqisi yo'q. Uzoq bilan 5-6 blok olsam albatta yetadi. Ashyaga boraman va videomiz nihoyasiga yetadi. Bu safar qo'lda chopaman. Uni creeper marazam manga tegib portlaydi deb o'ylamagandim. O'tgan safar unaqa bo'lmayotgandi. Mayli, hech qisi yo'q. Oxirgisi biz boramiz oxirgacha. Barcha blokka borib chiqdik. Va albatta blokka borgach men shu o'rtadagi daraxtga ham boraman. Bilmadim nimaga uni oxirga qo'ydim, lekin oxirga qo'ygim keldi. Unga oxirgi bo'lib boraman. Sanoqli daqiqalar va oxirgi blokka ham yetib qolay dedim. Va yetdim. Endermanni o'zir tushirib yuboraman. Meniki. Sakra, mana ketdi. Mana bolalar, hamma blokka o'zim borib chiqdim. Endi o'rtadagi borsam bo'ldi. Yo'lamagan shu 5 ta blok yetib qoladi. Mana do'stlar, o'zimizning yer blogimizga ham oxiri kelib oldik. Va endi mana shu to'g'ridagi gultuvakdagi daraxtga boramiz. Shunisi oxirgisi bo'ladi endi haqiqiysiga. 12 ta blokim bor edi. Afsuski anchagina yetmadi. Mayli, daraxt qaziyman, endi daraxt bilan boraman yo'g'iga. Mana do'stlar, shuncha daraxt blogini qazdim, 20 ta bo'ldi. Yetib qolar, nima deysizlar?
olayotganimning sababi o'tirgan holda blok qo'ysangiz bilmaydiganlar uchun siz hech qayerga tushib ketmaysiz. Shuning uchun bunaqasiga davom etadigan joylarda shuna qilib o'tirib blok qo'yish kerak. Mana daraxtga ham yetib keldim. Mana bolalar, bu videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Bironta blok qolib ketmaydi degan umiddaman. Yo'q, birontasi qolmadi, hammasiga borib chiqdim. Va albatta bizga endi obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar.